أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أما بعد bugünkü ders Qatari ibn al-Fuja'a degan kishininki xutbasi. Qatari ibn al-Fuja'a bu tabi'lar davrida yashagan Xavarij sarkardalarining amirlarining birisi. O'sha hozir Qatar deymiz-ku. Qatar mushuning ismi bilan Qatar davlati bo'lgan deyildi ekan. Shu chaqda shu yerga emir bo'lgan, shu yerning podshosi bo'lib ketgan. Xavarij. Lekin buning xutbasida Xavarijlik va gazaning asari yo'q. Faqat hamda ba'zi nasihat, fasohatlik so'z bo'lg'achqa adabiyotda dars qilib o'qitilayotgan bir modda qatorida kelibdi. Bu xutba Hazrati Aliga mansub qilingan ekan. Balkim Hazrati Ali biraz so'zgan bo'lsa, bu Xavarijning asli Hazrati Alining qo'shindikili bo'lg'achqa kim bo'linib chiqqan bo'lsin. Ondan anlab bu takror qilib so'zgan bo'lishi mumkin. Lekin shuna mashhur hamda. Qatari ibn al-Fujaa'ningki xutbasi deb mashhur. Bu xutba asosan dunyoga berilmaslik, dunyodan ogohlantirish haqida aytilgan vazn-nasihat. صعد قطري بن الفجاء وهو أحد بني مازن بن عمرو بن تميم وأمدم شو بني تميم قبيلة شو لغتها جماعة برسن أولادي كان أربلان قبيلة بكسر استقل ده اسمه بو منبر كشقاب منبر الأزارقة أزارقة ديما خوارجنا برطائف حرورية أزارقة وبودين طائف لقبون كتكم خوارجنا مش أزارقة ننكي منبر كشقاب فحمد الله وأثنى عليه الله تعالى حمد سنة إتقن منكم وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم والله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم درود السلام يلغن منكم أما بعد مقصد كاسك فإني أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة من سلرني الدنيا دنا أغاقندرما çünkü sadece müşahede çünkü o dünya naat şirin tatlıq Xadira. Yap yeşil deymiz o. Yap yeşil diyen bu kişinin mebtun kılgan, tatlıdığan diyen buldu. Yani naat kürkem, güzel diyen manda. Huffat bir şehvet. Her xil arzu, heves, şehvetli bilen uğurlup ketken, çöğürdelgen. Huffa diyen etrafında korşap tuğan diyen buldu. Ve huffatil cennetu bil mekareh. Hadis de o. Tahuffuhumul melaike de var. Etrafında korşap turduğan, çöğürdep turduğan diyen manda. وراقت بالقليل راقت degan unda bir narsa yarab qolgan. Mesela taruquni mana yaraydi, tu'jibuni degan ma'noda. Varaqat bil qalil degan bu dunyoning dasmayisi, dunyodagi narsa oz bo'lsa-mu, kishilarni ashunda o'ziga tortadigan, kishilarga yarab qolgan narsa bu. Va tahabbabat bil ajila. Na tizlam aldirab qo'lga keladigan dunyodagi shunda bir her türlü narsa bilan kishilarni qiziqtiradigan, yaxshi qiladigan bir dunyo. Yani yaxshi qilib qoldi. Kishilarni o'ziga qiziqtirdi demak. Tahabbaba degan menda amroq ko'rinay deb tirishchilik ko'rsatsa tahabbaba. Yaxshi ko'rinish uchun qilgan tirishchilik. Shum dunyoning sifatini. Ha, dunyo ashunda tatliq, shahvat bilan o'ralgan, qurshalgan, o'zidagi narsa az bo'lsa-mu kishilarga yarab qoladigan, darhalliq bir qo'lga keladigan, ozg'in bir foyda bilan kishilarga yaxshi qiladigan va hulliyat bil amal arzu armonlar bilan zinnatlangan tahallamiz bu zinnatlangan shu huli degan ayollarning oltin zibizinnatni huliydi va yunashau fil hilyati zibizinnat ichida cho'milgan deganga shu ayollar demakchi va tazayyanat bil g'urur mag'rurlik yoki g'urur degan aldamchilik degan bo'ldi g'arra degan g'urur. Demek hozir bu aldamchilik bilan boshqalarni go'llash nimasi bilan yoki mag'rurlik bilan zinnatlangan desak bo'ladi. Tazayyanat bilan hilliyat chiqsa bir ma'noda. La tadumu habratuha. Habra degan surur, xushalliq, shodlik. Uning xushalliqi davomlashmaydi. Va la tu'manu faj'atuha. Har anda musibat yetib, baloya ofat uchrab facialik ahvolga yo'l qo'yish sen xotirjam ya amin bo'lib bo'g'li bo'lmaydi. Chunki dunyo shunda, ushtum bilan bijir og'rib qoldigan, ushtum mashina urib doktorxonaga kirib qoldigan, ushtum so'lab ketdigan. Bunda g'arraratun darrara. G'arrara degan boshqalarni qattiq aldaydigan, bek aldamchi va sig'ati mubalag'a. Shunga dunyo g'urri g'ayri degan
Sözü Hazreti Ömer namaz Hazreti Ali'nin sözü. Menden başkını aldağım, beni aldayamaysiz. Darrara, beklen ziyan urgaq. Havvanatun, xiyanetçi. Gaddara, yani ahdidi tutmay, vafasızlık kıldığın. Gaddir diyen, bagen ahdiste sözü tutmaslık. Vay dab, akıdım bıçak uğraşmaz. Hailatun, sizinki de hailatun mu? Hailatun. Ya hatilatun mu? Bu hatile dapma rahat konuşken, lekin mani sen de hatile olsa, iliger mesela, başkalarına şunda sahtalık, başkalarına sahtalık kıldığın diye mani bulurken. Lekin haile, tozkuluk kıldığın diye mani bulursun. Haile olsa. Hala yahulu. Ve hala beynahum al-mevz dendi. Lekin mava hata bisip qalğan degan farazlarni qilsak, boshqa nimada xatila deb kelgan. Xatal demiş. Yani xadi'a degan ma'noda. Zaila degan tuma yo'qolib ketadigan. Nafidatun. Nafida yani fani demek. Nafida. Va. Chiqitilar. Nafida degan bunda bundan teshib o'tib ketganini bildirdi. Demak bu hamda vaqtliq o'tkinchi degan ma'noda. O'tkinchi. Fani. Fani dünya. Ve baida bu yo'qolib ketadigan degan ma'noda. Shunga hasharat o'tirgan darni mubidul hasharat deymiz. Mubid. Yo'qlikchi. Akkala. Akkala degan adam o'tiradigan degan ma'noda. Aslida bak yeb ketkichidan shu adamni yaplam adam yutib ketadigan degan ma'noda mana. Qattala degan ma'noda. Yani adamni yeb to'ymaydigan. Chunki shu adam yeydi, adam o'lgandikinlar yerni qo'yina sektirgan. Shu dunyo yeb ketgandakin. G'avvala. G'avvala degan g'ovldan kelgan deb qarsak, adamni azdirdigan, bunda degan yaqin. Ep qachidigan, jinab qaçdi. Alloh deb qisibdi deymizmi? La fiha g'avlun. Ezitquchi, ep qaçquchi degan ma'noda. Baddalatun naqqalatun. Baddala degan almashtirib turdigan. Bugün bir padişah, yani bir yılı başka bir padişah. Bu yılı bay, kiler yılı kembağal. Muşundan. Nakkala, bu mu okşaş, yütkep tuğuçe. La ta'du idha hiye tenahat ila umniyete ahlir ragbeti fiha ve rıda anha en tekune kema kâle Allahu Teala. La ta'du digine, la tetecavazir. Halkıp gitemmeydu. İdha hiye tenahat, o en çeki yetse dedi. Ahli rıgbat fiha dünyanı xalqalla, dünya qiziqqalla, arzu qilgan narsa bo'lgan, men bo'lgan bo'lsam ken, millioner bo'lgan bo'lsam ken, mencha menda narsim bo'lsa ken degandek, ya bir shahar boshqa bo'lsam ken, har xil arzu armon qilgan odamlar. Shu arzu armonni qilgan odamning arzu armonlari eng chekiga yetib vujudga chiqsa, şu adamlar şu degan qilgan arzu armonga yetib qolsa, nima bo'lmoqchi? Mush oyatda deb o'tgan narsa bo'ladi. Undan ortiq narsa bo'lmaydi. Tanahat yani en chekiga yetsari. Mesela aşağı adamlar razı olup men bo'ldi, bunda arzu qildim, murad maqsadim yetdim mana deginim vujudga chiqdi deb ko'ngli shunda esilib razı bo'lgan holatda bo'lsa, nima bo'lmoqchi? Mush oyatdan xalq ketanmaydi deydi. Kama'in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ard. Ayatning başı vadir bilahum matalal hayatid dunya. Nima? Dünyadagi hayotning misolini tagin bo'lgan. Buning misoli nima? Kaman anzalnahu minas samaa. Xuddi biz osmondan bir suv tushirdik. Hozir hayotni suvga o'xshatmaydi, ha? Diqqat qiling. Balog'atda o'qiysizlar. Tashbih murakkab ma. Yani al hayatud dunya kaman demadi. Kaman va mushu hammasini to'ltanmasa o'xshaydi demak. Yani sura muntaza min al-kull. Lekin bu hayatud dunya nimaga o'xshaydi? Osmondan bir suv tushdi deydi. Osmondan suv tushdi. Faqtalada bihi nabatul ard. Tushgandan keyin bu suvni o'simlik o'sdi, andan bu suvlar yani eriqtik suvlar aralashdi, giralishib ketdi shunama. Ixtilata degan o'sha aralashib ketdi degan bo'ldi. Yoki bir baraqsa bo'lib ketdi desak bo'ldi. Yoki jiltizlari, shoxlari suvga chilishib aralashib ketdi desak bo'ldi. Fa asbaha hashiman. Undan keyin shu o'sab, masalan, o'simlik ular bundan qolgan ekan, bu o'simlik so'lishab, turib, odatdagi shox-shumlar aylanib paramparcha hashiman degan paramparcha bo'lib ketgan, kukun talqon bo'lib ketgan. Hashiman tadru riyah, bu qanda kukun parcha bo'lib ketsa, shamolli u ham ushib ketadigan paramparcha shunda paxallagan, tamashliga aylanib ketadindo. Xashakliga. Zara degan shu unda chechib ushirib ketgandan deymiz. Va kana Allohu ala kulli shay'in muqtadira. Demak, hozir dunyo hayotini
osmondan bir suv tushib, ondan o'simlik o'sib, u ravr baraqsam bo'lgan ekan, u so'lshab qurib, pahol va kaza aylanib, ondan shamol chiqsa, bir uchib ketadigan bir narsaga butun nimaga o'xshatdi. Vajishaba hozir murakkab bir mazmun hozir. Tamthili. Ma'anna imra'an lam yakun minha fi habratin illa aqabathu ba'daha ghabra. Dunyoning ahvoli shu, misoli shu. Shunda turuqliq, ma deganlar, shunda bo'lishi qaraman. Shunda turuqliq yana taxa bir kishi dunyoda shu bir ishda bir xushallan bo'ladi ekan, illa aqibathu ba'daha abra. Oxirdan yig'lash kilidi dedi. Ya'ni uning xushalligi davomlashmaydi. Yani abra deya asli bir tamchi yosh. Abra. Yig'lash debdi, yosh. Sizlar bu qanday yosh? Abra degan. Yoshning har turligi bor. Bu yosh masalan birini qattiq bir alam bo'lib, yig'laydi, pangadi yig'laydi, yig'layolmay ko'zda yosh ashlig'ida ba'zi saqib tushib ketadigan ashi yoshni abra deymiz. Bu anda inson bir qiyin ahvolda ko'ngli parishon bo'lganlikda buldig'ash. Shuna arab yozmalarida masalan taskubul abrat deb keladi. Taskubul abrat degan xuddi ashunda yig'ilib qolgan, shay deb qolgan yoshni quvvatda to'katdi degandek. Endi g'abra vasitda chang to'zonlik masalan qilib bir parishonlik, amanda bir bayram bo'lash desak bo'ldi. Abra. Walam yalqa min sarra'iha batnan illa manahathu min darra'iha zahra. Yani batn degan qo'saq, zahr degan dumbisi. Tamam. Niyada demak sho'g'ini dunyo xushallik bunda oldini qilib kelgan hamon cho'qim uningki ziyonliq kashil tarafidan, ya'ni oxirni qilib ketadi. Ya'ni uning xushalligiga duchor bo'lgan odam cho'qim uning ziyon zahmatiga duchor bo'lmay qolmaydi demak. Lekin bu odamda oldini qilib kirishga qo'saqni elab, oxirni qilib ketganga, yani başta oldini qilib ko'rishdi, hozir buni oxirni qilib ko'rishgan bo'ldi degandek, ya'ni qarab olgan bo'ldi degandek, shunda dilga ibora. Yani bir yaxshiligini ko'rgan hamon cho'qim uning ziyonligini ko'rdi deydi. Va lam tatulhu ghaysatu raqa'in. Sizlarga nima? G'ayba? G'aysa danlashin. G'ays degan yomg'ir. G'aysa degan shunda bir qitimliq yağdigan yomg'ir deyiladi. Raqa degan paravollik. Mo'lchilik. Yani mo'lchilik qiladigan yomg'ir. Shunda bir simsim yağmay, shunda bir tushib qolsa dedi. Tatulhu degan nima? Simsim yig'ib qolsa degan gap. Qur'on Karimda bor, fa illam yusibha wabilun fatallun. Shaqirab bo'lgan taqdirimiz qilib ancha simsim yig'ib nam qildi degan gap. Niyada valam tatulhu qaydliq shuna mulliq ilib keldigan yomg'ir kichikkina bir simsim yig'ib qolsa illa hatalat alayhi muznatu bala'in. Aqidillan cho'qim balay musibat ilib keldigan shaqirab yag'da yomg'ir chiqib ketadi, quyilib ketadi dedi. Atalar degan shunda shaqirab quyilib. Vabil degan qattiq shaqirab yoqmaymi? Bunda Abdumanmi vabil munarrasa assa o'qninki chiqqan vabil bo'ldi. Yomg'ir mash uzunmay shaqirab tushsa vabil. Shu Qur'onda fa illam yusibha vabilun fatallun. Shaqirab tushmasimi simsim yig'ib nam qildi degan. Hozir mana bu so'zni obda egallash Qur'on Karimning tafsirini to'g'ri tushunishga bog'liq. Muzna degan bulut. Minal muzna am nahnul munzilun wa hariyun idza adhat lahu muntasiratan an tumsiya lahu khadilatan mutanakkiratan. Hariyun degan loyiq degan. Jadirun haqiqun degan. Atigini bir kishiga masalan yordam qilgan, shuning tarafini tutgan holatda tong atqizib qolib qolsa bu dunyo. Atiganda shunda ahvol yaxshi bo'ldi. Buni ta'li keldi deylar. Ondan kechda uni tonimas bo'lib, yordamga ehtiyoji bo'lsa, yordam qilma, shundan dunyo tashlab o'tadi deydi. Xadala degan yordamga ehtiyoji bo'lsa, yordam qilma tashlab o'tadi. Muslima aqul muslim. Tamam? La yaxdulu va la yuslimu deydi. La yaxdulu degan yordamga muhtoj bo'lgan holatda uni yordamsiz tashlatmaydi deydi. Bu yerda ma dunyo atigina voyda dunyo kalkal bo'ldi. Kech tarbiyalam dunyo tonimas bo'lib, ham ishkili taqilib tunmasın, mütenekkire diyen tunmaz edemdek bulundu. Yardım qilmaydi. Bu dünyanın tabiatiga şu layık deydi. Bunda bo'lishga layık. Dünya etigini bunda olsa, kechda bunda bo'lishga layık. Ve in janibun minha zawzaba wahlawla. Dünyanın bir tarafı şirin tatlı bo'lib, bunda nima qilsa, amarra alayhi janibun ve awba. Yana bir tarafı
açıqlaq vabal qildi, ya'ni kasal qilib qo'ydigan bo'ladi deydi. Ya'zaba degan, ya'ni azb degandan kelgan. Hada azbun furatun degan, azb degan tatliq shirin degan bo'ldi. If'au ala vaznida. If'au ala. Bu onda mubalag'a siğalarının birisi. Kam uchraydi ishlatish bunda, lekin ba'an arabcha. Wahlavla, yani hulv degandan ihlavla shirin bo'lib ketdi, tatliq bo'lib ketdi degan ma'no. Marra deganda murr degan achchiq bo'lib ketdi, avba degan vabodan kelgan, vaboli qo'yib ketdi degan. Wa in atat imra'an min ghadaratiha wa rafahatiha ni'man, bir insonga ay dunyoning g'adara degan go'zalligi, noz-ne'matlari va paravalligi, rafaya, rohat farog'atlari degan ma'noda. Şundan bir nimet berib qalsa birisiga, shu dunyo, arhaqathu min nawaibiha naqaman. Uni aş insonni, uning baloy ofatlari, musibatlari bilan o'ch oladi dedi. Ya'ni aşamadan o'ch elib holsizlantiradi. Arhaqat degan hodiratish, holsizlantirish. Rahaqa. Naqama deganmi bu? Bir xil o'chilish, ya'ni shu intiqom deymiz-ku. Intiqom degan so'zlar shu tupi birami. Murahiqatni shundan. Ya o murahiqa degan u boshqa. U munda yaqinlashdi degan ma'no. Murahiq degan balog'atga yetdi deb qolgan chog'da ekan. Ehtilom kurashdan burunqi bir yil ichki ahvolni murahiq degan. Qarabul bulugh degan bo'ldi. Masalan 13 yoshli balog'at yetgan bo'lsa, 12 yoshga chog'da murahiq deymiz. Murahiqa degan shu balog'atga yetdi deb qolgan bir bosqich. Masalan, sabiylik vaqti, o'smirlik vaqti, bolalik vaqtida kelib murahiqa bosqichi deymiz. ولم يمسي امرؤ منها في جناح أمن إلا أصبح منها على قوادب خوف. İnsan dünya turib, dünyada bir xotirjamlik qanatidilan bo'ladi ekan, bir kuni bir chaqdan bir xotirjamlab qolsa, kech tarafda xotirjam yetib qolsa dunyoda, atigini cho'qim qo'rqinch qaylari ustida tanatqizdi deydi. Qavadim degan bizning degan to, qavadim degan qushninki oldidagi payni qavadim. Masalan 10 tal pay oldi. Nima uchun bu oldidagisi xatar ustida desa, chunki darhol bir xatarga yo'l qilgan oldi tarafi. Lekin qanot degan bu nimaning simvoli? Masalan mehr, shafqat, asrash, qutulish degan nomimiz. Undan keyin xotirjamlikka qanotning paylarini misol qilib tavakkul, xatarga yo'l qo'yish duchar bo'lishga oldi tarafdagi paylarni anda ism bakarachida. Bu 10 tal pay oldi keladi ba'zi qushlarda. Biz o'tganda oldi shu payni va boshqa yan payni ismini degan. Shu mutolada. Oldi keldigan degan qadima degan. Nima qavadimga shu oldida turadigan paylar demakchi. Arablar bunda ataydigan qavadimda. Chunki u xatarga yo'l qo'ydi. Ham tushib ketib turdi, urushsa masalan, boshqa qushlar urushib qolsa, siz tushib ketadigan. Lekin qanot degan qushni yo'gaydi, asraydi, issiq tutadi masalan. Bunda bir yaxshi. Demak, kechda xotirjam qilgan odam atigini beram qiladigan ish bor deb xatarchi. G'arraratun g'arurun ma fiha. Bu bek aldab ketadigan narsa bu dunyoda. Bunun ichidagi narsaning hammasi aldashdan iborat. Butunlay saqtiliq deganda. Yo'q, g'arraratun g'arurun ma fiha. Bu g'arrara. Ani ichidagi narsaning hammasi g'ururdan iborat. Faniyatun fanin man alayha. Bu dunyo mu fani? Lekin uning ichidagi hamma narsa fani bo'lib ketgan narsalar. La khayra fi shay'in min zadiha illa taqwa. Dunyoning ichidagi safarga elvelishqa, safarda lozim bo'lgan uzuqchilikka keyinchi lozim bo'lgan narsaning bir ilvolay asqatib qoldi deydigan narsadan faqat shu taqvodorlik bor. Shulam asqatadi. Man aqalla min hastaktara mimma yu'minuhu. Dunyodan az ilib manga adam aqalla min hadi akhadha qalilan minha istakthara mimma yu'minuhu. O'zini keyinchi bexatar qilgan narsadan jiq olgan bo'ldi. Keyin bexatar qilgan narsadan tayyorlangan bo'ldi demakchi. Va man istakthara minha, undan jiq ilvaga odamcho dunyodan istakthara mimma yubiquhu. Uni keyin halokatga olib tashlagan narsadan nurg'un ilvagan bo'ldi. As-sab'ul mubiqat, halokatga olib tashlagan, halok qilib kuchi ig'ir gunohlar degan bo'ldi. ittaqu as-sab'ul mubiqat. الشرك بالله قذف المحصنات الغافلة أكل مال اليتيم الزنا والربا السحر ويطيل حزنه o'zining ko'ngil parishonchiligi ashuni uzun muddat qilayotgan narsani jiq ilib olgan bo'ldi.
Ve yubki aynahu közünü davamlı jığıltıdığan narsini jıp toplabağın buludu. Kem vasiqin qad faja'athu. Nurgun özgü işinip ketken kişiler, işinip ketip keyin dünya onu fajalik ahvalga yoluqtırgan. Nurgun bunda adamlar edi. Kem degenin şerde sansızlıgan, qançılığan işenç qilib ketken kişilerini fajalik yoluqtırmıdı. Ve di tuma'ninatin ilayha qad sara'athu. Dünya xatirjan bulab, endi çata çıkmaydı dep qalganlar, nurgullarını çok jıqtı deydi. Sara'atın jıqtı etdi. Onu koydu deyimiz mesela. Çelişkin sarar. Jıqtı deyim. Ve ihtiyalın fiha qad khada'atu. İhtiyal bu tekabburluk, çoğunçılık. Kuyala deyimiz o. Şu haylının da atna. Hayl. El-haylu ma'qudun fi nawasihal khayr. At işte götürüp manda mangan diken bu daha tekabburluk, çoğunçılık bilan mangdigan boğaç şunu hayl deb atalgan. Yani ihtiyal, tekabburluk. Kuyala. Muhtalın fakur. Dünyada aşında tekabburluk qilib çoğunçılık qilgan kishilarning nurg'unni o'ngda qo'ygan, go'llab etgan, qo'yib etgan, xadoat degan. Wa kam min zi ubbahatin biha qad sayyarathu haqiran. Ubbaha degani biz bir qadar o'tdik. Çoğunçılık, şahanalik, no'chilik, ulug'liq, takabbur degan ma'noda. Dünyada aşında şan şevketlik aşında bo'lgan çoğunçılık qiladigan nurg'un kishilarni qanday qildi? Qad sayyaratu haqiran. Naite tön ala tushirib qo'ydi. Va di nahwatin qad raddatu dalilan. Nahwa degan bu çoğunçılık. Çoğun nahvatul jahiliye deymiz. Asabiyatul jahiliye. Biz falan cemaat tursakmı? Bizni bunda nima qilalamdi, tilayalamdi deb çoğunçılık tutib ketib nima qiladiga? Aş çoğunçılık nahwa degan shu. Başında çoğunçılık var. No'chilni qanday qildi? Nurg'unni xar qilib etdi. Raqamni o'qislar, dunyo san dunyo. Men degan yaranni yar qo'yniga aldinsan dedi. Wa min zi tajin qad kabbathu lil yadayn wal fami. Taj kelgan nurg'un podshohni ikki qo'li va yuziga dum tushirdi degan ma. Dum jiqtibdi. Kabba degan dum tushdi degan gap. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi fakubkibu tabawu Qur'on Karimda. Bu hamda dum jiqtibdi degan ma'noda. Sultanuha dual. Bunun hükümranlığı koldan kolga almış turduğan bir narsa. El-ayyamu duval. Kayla tekunu dulatan beynel agniya. Ve ayşuha ranakun. Bunun turmuşu, dünya turmuşu duğu. Lay. Su mesela anda suzikumuzda neymiş? Duğu. Laysu. Suzik emez. Ve azbuha ucaj. Demek bu ayşuha yani bir soğuktur. Bu su bunda duğu. Suzik emezsiniz. Ve azbuha şirin suyu desek, dünyanın tatlı suyu mavi desek ne dese? Bu şakirab. Hâzâ azbun fıratun sâyğun şerabuhu ve hâzâ milhun ucaj. Şakirab deniz. Denizden suyu şunda o tuzluk. Tuzluk bilen yani açıklık birleşse andan bunda ucaj buldu. Tuzluklamamaz. Tuzlukun bak, açıklığın bak ikisi birleşse ucaj buldu. Ve hulvuha sabrun. Bunun şirin nasları sabrın diyeyim açacak. Sabır diye zaten açıkım. Çıtap duruşunu durduğu sabır. Sabır takat diyen ne var? Açık olan bir şu insanla açık çıldıran nasıl olan diken dert alam olsun, başka ağrık olsun, başka yemek içmek olsun. Çıdaş telefondan nasıl mesela şu açık man. Ama bu mesela dar olsun mu? Çıdap durup bu sabır. Xuddi bunun da tatlık nasılmı xuddi açıklıkını eskisem çıdap nima qilgan bir açık dar o'xshash deganda. Çünkü sabır deb qalsa, kasrlanib qalsa bu açık doğru degan bo'lgan. Hilvaha sabrun desakmi to'g'ri? Sabrun desakmi to'g'ri. Wa ghidauha simamun. Uning yemek-içmeklari zahar. Zahardan açık deymiz bu. Yani sumning ko'pligi simam. Wa asbabuha, sizga asbabmi? Asbabuha Riman. asbaluha. Asbab desakmi yoki asbaluha desakmi? Ağamcha. Sebep deganmi asosan ağamcha. Çünkü bir narsa bilan tutashtirgan narsa bu sebep. Nolga ağamcha shuna o'xshaydi. Ya'ni uning sabablari yoki ağamchilari nima? Riman. Asbabuha riman. Riman degan qurib o'lib ketadigan ustixandek. Ramin va hiya ramin deymiz ku Qur'on Karimda. Yuhyil azama va hiya ramin. Shirib o'lib ketay deb qolgan bunda ustixonlarni kim yarata oladi degan. Riman deganmi shu o'lib qalay degan narsa.
Ve qitafuha sal'un. Sal'un degan nimada? Qitaf degan usulni mevachini uzdigan chaq. Qutufuha daniya. Dunyoda uzildigan mevalar, hammasi ochiq deganlik. Hayyuha bi'arad mautin. Hayyuha degan ha nima qaytadi? Dünya. Dünyadagi hayot kishi, yani dunyoning hayot odami qanday bi'arad maut, u o'limga duchor bo'luvchi. Ammo o'limdan daplam turdi. Wa sahihuha, sahihud dunya bi'arad suqman, yoki saqman. Hadislar la yughadiru saqman, yoki suqman. Kasallik. Dunyoda sog'lom odam ammo kasallashishga duchor bo'lmay qolmaydi. Ve mani'uha bi'arad ihtidam. Mani' degan u hech kim chiqlanmaydigan, bo'yga chiqlanmaydigan nima. Hech kim chiqlanmaydigan shunda bir nochadan bo'lsa, u dunyodagi u nochadan hamma bir kuni bo'zaq qilinishga duchor bo'ladi. Ihtidam degan asla uning haqqini yavag'ini hadmul huquq deymiz-ku. Haqqini bo'zaq qilib anitib qollik. Anitib ishlaymi xotin. Nima? Endi no'chadamlar hamana bo'zaq qilinishga uchirmay qolmaydi. Malikuha maslub. Malik degan podshoh. Malikdan sal bakrak jalliqroq degan so'z. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na. Eng no'ch podshohlari uning mulki nima? Qotilib ketadigan, musodiqlik ketadigan ahvolga duchor bo'ldi dedi. Va azizuha mag'lub. Shunda izzat obro'li kishilari, aziz kishilar hamını başka tarafı mağluplar xarolab ketadigan. Ve salimuha mankub. Bunun saq adımı hamını afetga uchrab musibat qilib ketgan. Nakba degan afetga uchrash. Ve jami'uha mahrub. U dunyoda bir narsa to'plovchi, mal dunyo to'plaganlanmasa, keyin u mal dunyo qo'ldan tortilinadigan. Mahrub degan maslub degan ma'no. Ma'anna wara'a zalika sakaratul maut. Oshunda turuqliq, bu dunyoning ahvoli mushinchilik turuqliq, yana taqa çatakır nima esa, oshuningdan keyin aziz bo'ldi, nima qildi, bu so'ng başdan o'tkazgandan keyin yana ondan ig'ir dahshatli ahvollar bor. U bo'lsa sakaratul maut, o'limning shu jon talishish masalan. Ha. Bu masalan, lekin shu o'limningki dahshatli paytlari, jon chiqishdan ilgiriki dahshatli paytlarni sakaratul maut, ihtidor deymiz-ku. Aşında dehşet paytları var. Ve havlul matla. Matla degan ko'rinishi. Mesela matla degan ma dunyodan shunda munosabat o'sib, dunyoga shunda ko'z ko'rangil turdi-ku. Ha ko'z ko'rinishi yana bir dunyoning qattiq dahshatli. Ve hisob olingan yerlar, jazo, do'zax, jannatdan ko'z ko'rinib qolgan bir buning ko'rinishi nihoyatda dahshatli. Havl. Vel vuquf bayna yaday al-hakam al-adl. Yana adilliklar hüküm qildigan hokimning oldida turishdan iborat ashunda dahshatlik, jiddiy paytlar bor edi. Liyazillazina asa'u bima amilu va yajzillazina ahsanu bil husna. Gunoh qilganlar yoki yomon ishlar qilganlar qiyig'iga loyiq jazo berish uchun. Unda shu maydon to'g'izda hisob kitob oldi, ammo buning uchun gunoh qilganlarni shu gunohiga loyiq jazolash uchun. Bu adillik ona. Sen mesela günah etkensen iki kez cezalarında bunda cezalanmaydı. Kıran cinayetine layık ülkesinden gel. Ve eziyellezine ahsanu bil husna. Yani andın yaxşı iş qilganlar çoğalsa uluğa cennetine mükafat berishini. Husna ishada cennetde tafsir qildi. Yaxşı iş qilganlarga chiroyli yaxshi mukofotni berish uchun. Bu yaxshi mukofot nima? Jannat. Demak adolatda hukm qilgan zot bu. Qilmagan gunohga jazolamaydi. Qilgan bo'lsa shu qilmishiga loyiq jazolaydi. Lekin mukofot urib qolsa, jiq bir vas beradi. O'zining fazli. Alastum fi masakini man kana atwala minkum a'mara. Sizlardanmi uzun umr ko'rgan kishilarning diyorlarida bo'lmadingmi? Bir oyatda bor, "Va sakantum masakinalladina." Masalan, bizning uzun umr ko'rgan o'sha Nuh alayhisolamning qavmi emasmi? 950 yil davom qildi-ku. 950 yil davom qilgan bo'lsa, bir yil umr ko'rishi mumkin. Yoki hech bo'lmasa 200 yil, 300 yil umr ko'rgan bo'lgan. Demak, shular yashagan diyorlar yashatimiz biz. Firavnlar yashagan diyorlar.
Ve avdaha minkum athara sizlarni bakrak ko'z ko'rinarlik iz qoldigan qavmlarning ziyarida turmatamizlar. Masalan, Firavunlar piramidani esab qo'yib biz turmatimiz buni. Lekin biz piramidani iz qoldirdik. Ve a'adda adida ve sanjatımı san sanaqsiz bo'lgan. Ve aktafa junuda sizlarni qo'shin lashkarlari nurg'un bo'lgan. Katif degan qo'yaq, jiq degan. Ve a'nada anuda yani cahillik, kajlik tarafdanmi sizlarni bakrak jahil kaj bo'lgan kishilarning diyorlarida yashamayapsizlar. Bularning shu xabarijlar Qatar, mesela şu Yemen, şu İramadat-ül İmad, şunlar xilla şu Salih Aleyhisselam'ın nomusu deymiz mesela. Şu ala kılıngan kavminin ziyarda yaşayalı bular. Ta'abbadu lid-dunya ayye ta'abbud. Ular dünya üçün hem de acayip kuch chiqargan, ibodat qilib ketgan deylar. Ibodat kuylik qilib ketgan. Ve ataruha ayye ithar. Uni boshqa har qanday narsa qaraganda afzal ko'rgan deylar. Atara degan Aşın tallab başkana onda an özel köydürgen. Ve âteral hayâted dünya. Ve za'nu anha bil kurhi ve sıgar. Bu dünyadan andan mecburluk ve harlıkça yütkülüp ketken. Ya bütünle halak kılınıp ketti. Ya başka kavmini besip gelip katlı kıldı. Bunda oldu. Za'na diyen küçüp ketti. Fehel balagakum enned dünya semahat lahum nefsen bi fidye. Yani aşula aynı halak kılınıp ya dünyada ayrılışmışta ma tölemni töleyle bizni sak koyup koygan, yaşalı koygan dese maqulda tölem qabul qilgan bir ishni anlamama fidye degan tölem. Ev aghnat anhum fima qad ahlakathum bi khatbin. Yani bir xutab deyli. Ularni halak qilayotgan ba'zi ishlarda bira vaqa yoki ma xutab desek bira obdan bir so'zmanlik bilan nutq so'zlab qolsa bularda keçirilgan bir paydası bağa iş var mı? Yok. Xat bo'lsa vaqa oldu. Xutab bo'lsa nutuq so'zlar degan bo'ldi. Aghnat anhum degan uni qutqizib qoldimi, payda so'rab qoldimi ular. Bal qad arhaqathum bil fawadih. Balki taqa uni mayda qutqizib qo'ydigan, qoldirib qo'ydigan ish yo'q. Taqa turli musibatlar, ig'ir, dahshatlik voqealik bilan uni holsizlantiryapti. Fawadih degan ig'ir ziyon, musibat. Ve da'da'athum bin nawaib. Da'da degan jiqtivatdi, xarqivatdi, parchalatdi degan ma'noda. Nawaib, nawaibud dahr, balay ofatlar. Yani balay ofatlar orqali ularni xar qilib parchalatdi, jiqtivatdi. Ve aqarathum bil masaib, musibatlar bilan zaxmlandirdi, yaralandurdi. Aqara degan nima? Yaralandirish. Jarahat degan ma'noda. El-kalb al-aqur. G'aljarak temiz degan bu yaralandirdigan hayvon. İslam emas. Bo'ra, tulki, Müslüman misal el-kalb al-aqur. Yani yo'l vositasi. Bu mu kalb al-aqur. İnsanni yaralandirdigan, zaxmlandirdigan, xiris qildigan yirtqich hayvon demakchi. Ve qad ra'aytum tanakkuraha liman dana laha ve ataraha. Sizlar shu dunyoning dana laha degan xarvogan Şuna bak aqida bağlab ixlasını özüne aytı. Bunun aldıda kichikiltiyotgan, öyle mi? Dünya çoqungandek ulab, dünya aldıda özünü xar qilgan, aşında dünyani tanlagan, aşında kishilar uchun u dunyo kin qanday qildi? Tunimas bo'lib olgandek yuzsizlik qilganligini siz ko'rdinglar. Tanakkur degan shu. Tunimas bo'lib oldi degan. Masalan siz shunda yaxshilik bir kunlardan da sizning boshlari bir kun kelib, o'ylab bir kun qo'nolay desa, sizni tonimasman, tonimayganmisizlar, ko'rmayotganimda qechib olsa bu tanakkur bo'ldi. Va akhlada ilayha. Bo'lmanda dunyoga berilib yetib oldi degan. Demak, ma'noda va akhlada ilayha degan ashunga butunlay yepishib yetib oldi degan ma'noda. Yo'q, dunyoga yepishib, uni barchimidan voz kechib dunyoni tanlab, ashunga aqida bog'lab, ashun o'zini shunda xar qilib nima qilgan kishiga keyin u tonimas bo'lib tanıdığan ahvalını köydüğünler idi. Heyna da'nu anha li faraqil abadi ila akhiril mesned. Mesned mi? Ömür. Mesned zaman bolsa dahr olgan. Mesned bo'ldi. Mesned. Akhiril mesned. Demek şu zamanın ahir kadar ta abad ayrıldığan, bundan fakat köreşmeydiğan da dünyadan ketkendiken. Aşında ta abadga ayrıldığan çağda, yötkelgen çağda dünyadan
Dünyani tashlab ketgan chaqda hal zawadatum illa shiqa ularga mesela yo'lliq tutib ma'nada uzun safarga chiqib ma'ni ilvasladi. Xuddanda shunga bir uzuqtiliklar yo'lda esqatib qiladi deb bergan nimasi baxtsizlikdan, shaqovatdan boshqa narsa bo'ldimi? Va ahallatum illa dank. Ahallat degan ularni o'rinlashtirdi, joylashtirdi. Va ahallu qawmahum daral bawar jahannama yaslawnaha illa dank. Dank degan ma'noda qiyin, siqilib yashashni bildiradi. Faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Qiyin turmush var. Demak, endi qiyin turmush yashaydigan yerga joylashtirdi, o'rlashtirdi ularni. Va nawwarat lahum illa zalama. Ular bilan yo'ritib turishsin, shu qorong'ulikni yo'ritib berdi. Qorong'ulikni yo'ritib berdi, shu qorong'ulikni kelib qo'ydi, undan boshqa ekanmi dedi. Aw aqabatum illa nadam. Yoki ular pushmondan boshqani kelib bermadi. Fa hadihi tu'thirun. Siz mushuni a'lo bilib tanlamsizlar. Tu'thir degan atarining mudari deylar. Atara yu'thiru. Am alayha tahrusun. Yoki ashunga erishmanlik qilasiz, mushunda bir narsaga erishmanlik qilishwami? Am ilayha tatmaynun. Yoki ashunga xotirjam bo'lamsizlar. Mushunda bir narsa xotirjam bo'lib ketamsizlar. Alloh taolo deydi: "Man kana yuridul hayatad dunya." Kimiki dunyo hayotini xohlaydi ekan va uning zibu-zinatlarini o'zralatini xohlaydi ekan, "Nuwaffi ilayhim a'malahum." Ularga qilgan amallarni to'liq topshiramiz degani qilgan amallarining mukofotini, savobini yoki jazosini to'liq topshiramiz. Va hum fiha la yubkhasun. Ular dunyoda qilgan ishlari qarta haqqi kamaytirilmaydi. Masalan, kuch qilib teribgan ziraat undirpadi. Ishlatgan pul topdingiz, ha? Dunyoda qilgan ishning natijasini bermaymiz deydi. Ulaikallazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ana shular ularga oxiratda faqat do'zaxdan boshqa narsa yo'q. Lekin dunyoda tirishgan bo'lsa, nima ishlarning natijasini ko'rdi. Va habita ma sana'u fiha. Va dunyoda qilgan ishlarining uning savobi yoki natijasi oxiratda butunlay bekor ketdi. Nima uchun? Masalan, bu kofirlar dunyoda ba'zi kasalliklarga yordam qilgan bo'lishi mumkin. Ba'zi insonlarga yordam qilgan bo'lishi mumkin. Nima? Yani insonchilikda ba'zi xayr saxovat ishlar qilgan bo'lishi mumkin. Bu hammasi bekor ketdi. Lekin dunyoda falon unda al-ummat riza, umanda yaxshilik qilgan, falon unda maktab solgan, falon saqo'n doktorxona, unda xayr saxovat qilgan, maqtab, mukofotini qildi bo'ldi. Oxiratda u bo'lsa savobiyat yo'q. Nima uchun? Chunki ular ashishni qilgan chaqda oxiratni ko'zlab qilmagan. Unda ixlos yo'qdi. Allohning roziligini ko'zmagan. Shu dunyoda buni yaxshi bunda desonda qilishlikdi. Lekin dunyoda deyilib bo'ldi. Va batilun ma kanu ya'malun. Yani qilishlar misli bekor ketdi. Shundan tugidamdi. Tabi'satud daru liman aqama fiha. Shuna u dunyoda muqim tuğa odamga nisbatan u muqim qilgan uy desak bu uy nachar uy. Yani tabi'sad daru hiya liman aqama fiha. Degan damir shadba. Shunalda fikrlik. Bu damir olmasa olmaydi. Fa'malu wa antum ta'lamuna annakum tarikuha la budda. Davoniken sizlar buni cho'qim bundan tashlab ketamiz deb bilgan holatda ish ko'ringlar. Fa inna hiya kama wasafa Allohu bil-la'bi wal-lahwi. Chunki u dunyo degan Alloh taoloda la'b va lahv va tamasha ayda ishlardan iborat deb sifatligindek bir narsa. Alloh taolo dedi: "Atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun." Ri' degan igizrak do'nglik masalan, to'pilik joy. Her bir igizlik tug'da igizrak yaliga munodak masalan, unda bir nima deymiz? Bir nima kuzadigan potaydak yoki qasrda gunoh yasamsizlar, ta'batun degani bakam uni maqsad kelmasam bunda behuda ish qilib, bema'ni ish qilib bundan qilib juramsizlar. Va tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Xuddi siz mangu yashaydigandek qasrlar yasamsizlar dedi. Masana degan Zavirda sizda zavod korxonaga bo'lib qoldi. Endi bo'lmasi mumkin. Masalan, yana qasrlar yoki bunda suv chiqadigan masalan bir oydak, bunda narsalar. Suv tortadigan bir buloqdek narsa. Shuna Makkadagi Zamzam nimasimi buloqini Masna Zamzam degandek nima qildi.
وذكر الذين قالوا من أشد منا قوة. Yani Allah Teala bizim bu bekrak güçlü bağımken diyenek bunda Kur'an'ı gelirlerdi mi tilgağan dedi. Bir ayeti zuva. فَلَمَّا عَدُنْ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Ve onu tilgağan. Kanallah yok. ثُمَّ قَالَ حُمِلُوا إِلَى قُبُورِهِمْ فَلَا يُدْعَوْنَ رُكْبَانًا. Bu xuddi bir şiirga o'xshab narsani naql qilgan bo'lishi mumkin. Yani ثُمَّ قَالَ degan hozir shu Qatar ibn al-Fujaa degan bo'lishi mumkin. Shu xutbasida. قال الله تعالى أطف بميدان حملوا إلى قبورهم فلا يدعون ركبانا. Ular kabirlerge kötürüp ay mududa cinazede mürlüge gelip kötürülüp buldu. Şunama kötürüp boğanken bulundu karvan ya yolcular da bunda atalmaydı bunlar. Bunlar başka yagi sefar kılgan başka bir karvanlar bunlar. Eğer hayat basitte bu karvanda ettik. Hazır hayat ama sen de mudud kötürülüp yerligi koyalım mümkün rukban da atalmaydı dedi. Ve unzilu fiha fela yud'auna difana. Baş kabirlerde güçlü bunlar. Şey çürüp kuyuldu. Lekin bize çürüp koyulgan adam degen bu turalga atı mehman da atıldı bunlar. Lekin bunlar mehman da atılmaydı. Ve ju'ila lahum min ad-darihi ajnanun. Sizin kelime ajnan mı? Ejnan. Yani aknan bulsun mümkün. İkisi bir manda. Yani darih degen şu maza. Ya gör. Şunundan ulağa nima qilib berildi? Uni yögep turadigan makan qilib berildi deydi. Ajnan degan ma yastan bihi wastur. Aknan degan mu o'xshash. Qur'on Karim bor aknandir. Jin degan mu shu maxfiy ko'z ko'rmay turgan jin deymiz. Shu maza go'rlardan ular yögep turadigan bir narsa qilib berildi. Wa minat turabi akfanun. Topidan kepan qilib berildi. Ve miner rufati ciranun. Ustixonlari chirib o'lib ketgan ashunda jasadlar ularga xulum qo'shni qirildi. Chunki endigi mazada shunda o'lib ketgan ustixonlar bor. Fahum jiratun la yujibuna da'ya. Unda u qo'shnilar qanday qo'shnilar chirib ketgan o'zlar. Bizni chaqirib bo'lmanda ishim bordi, yani seni holi qoldim desimi, unga javob qaytarmaydigan bu qo'shnilar. Wala yamna'una dayma. يمنعون خطأ يمنعون ضيما ضيم degan zulm zulmni to'samaydi voy meni bo'zi ketib ketdi qo'shnim meni qutuldiring desa uni sado chiqmaydi va in ahsabu lam yafrahu qabrda ko'rayotgan odam masalan bu hayot bosqichi desak uni bir ish qilib mo'losini oldigan bir ishli bo'lsa bunda ish yo'q hamda desa xushaldırgaşmıyor kanım. Yani molusuyla obdan okşat kesse molusu xushaldırgaşmıyor. Ve in aqhatu lam yaqnatu. Kaçlık üzbürüp kalsa o çağda ümitsindırgaşmıyor. Cem'un ve hum ahad. O karsa mazalık nurbadan ba. Lekin mesela de yalğız dedememiz. Bir kişi zindanı soğan adamda. Şuna bir top adam lekin hemmesi yalğız. Veciratun ve hum eb'ad. Kulun qo'shni bo'lsa-mu, lekin bir-biridan shunda jiroq. Mutanaviuna, mutanavi degan bir-biriga shunda dushmanlik zar qiladigan, bir-biriga qarshi. La yazuruna va la yuzarun. Boshqalimi pati qo'ydi. O'g'lim boshqalar kelib pati qo'ydi. Raskandan kulun qo'shni bo'lsa, u nima isirib pati qilgan yo'qlishiga ishtibatdi. Bu qabrda unda ishgan, o'zini makan bilmay turganga. Hulama'u qad zahabat adghanuhum. Ularning o'ttiriki dushmanlik, o'chmanlik hammasi ketib qoldi. Dunyoda shunday tamamlasin o'g'iz qaynagan, ochiq bir o'chilib olsin degan bunday ishlar bor. Lekin ayvog'ini kim? Na bichoralar turib, na kan qo'saq, apuchan, maydiydigan bunda holatda bo'lib qoldi dedi. Hulama, hilmdir. Yo'q, o'tishmas. Hilm degan kan qo'saq. Ittaqi ghadabil halimi idza ghadab. Ochiq qilmaganman açılını sakla. Açı kep kalsa işte tak. Halim diyen uttukuz. Hilm. Bu hilm diyen aldırıp açı kemmaydigan, aldırıp üçenmaydigan degan. Allah'ın sözü. Şu Allah Teala mı yumihlu ve la yuhmil. Aldırıp birinci katımda ya şu hamallam cezalımaydı. Koyup durdu. Keyin onun paymanı toşkan çağda akıza azizim muhtadır. Ve cuhalâ'u kad mâtet ahqâduhum. Ulun ayette tehe nadan ko'ngli qara. Xuddi bir narsani bilmaydigan odamday.
qazzavat ahqar o'ttirdiki, bütün aş adavat, haqda bir-biriga kirenmeslik chidamasmiz ketib qolgan. Xuddi ashnarsini birin bildigan narsani hozir bilmaydigan bo'lib qolgandek. Wala yukhsha faj'uhum. Ularning facialik bir voqea yo'liqishimi adam ansirmaydi. Shunda o'sha yatadigan gapim. Dunyoda bir mashina pas jangida soqlab ketgan yo bir nuqtashi bo'ldi. Bu yerda ansirash yo'q, bunda yatadan. Wala yurja daf'uhum. Ular biran mana biznes birish yoki bir harakatga keltirib bir narsani bir yerdan joyi qo'zg'ab bunda bir bo'ldim bir inja chiqishini umid qilmaydi o'li. Dafa degan ittirish bo'lishi mumkin yo bir narsa berish bo'lishi mumkin. Va kama qalallohu taala, Xudo Alloh taolo degandek, fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila va kunna nahnu al-warithin. Ana ashu ularning tural joylari. Ulardan keyin faqat ozgina ishlatildi o turaq joylar. Va kunna nahnu al-warithin. Uni maras oldiganlar mana biz bo'lgan to'g'ri. Endi Alloh qilayotgan ekan, bizga qoldi yana. Ular ketdi. Halbuki ular dunyoda menga yashagandek muomala qilgan. Istabdalu bi zahril ard batna. Ular dunyoning ustini ostiga tegishgan. Va bi si'ati diqa. Kengri joyni tar joyga tegishgan. Va bil ahli g'urbatan. Urug' tuqqan oila bolchaqning o'rniga g'ariblikni almashtirgan. Va bin nuri zalima. Yo'riqlikni qarong'ulikka tegishgan. Faja'uha kama faraquha. Şunlar fecauha nakelde dünya. Fecau dünya. Aslında faraquha fecauha. Ve dünya qanday kelgan bo'lsa, dunyodan shunda ayrildi. Bu qanday kelgan hufatan, yalan oyoq, o'ratan yalang'och, furada, yolg'iz. Qo'shkiza qilib qolishgan birga kelgan bo'ldi. Lekin yolg'iz kelgan. قيامة كمان تحشروا حفاة عراة نبغوا غير أنهم ذعنوا بأعمالهم إلى الحياة الدائمة فقط لهم ulan da daimi hayatga amallardan ketishdi va ila quludul abad mangu qilishga amallardan mangda dedi. Yaqululloh taala kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Biz dastlabki shu yaratishni boshlaganimizdek uni yana qaytarmaymiz. Biz baş yaratdik, keyin ondan qiyomatda yana uni qaytarildirib hisob kitob qilamiz dedi. Va'dan alayna. Va'dan alayna va'd degani o'shada va'da. Alayna degani bu chuqum biz buni amalga oshirdigan kainan la mahala degan. Biz o'z ustimizga olgan va'da bu. Chuqum buni qilamiz unda. Shak shubu bo'lmasin. Qattiq ta'kidlamoqchi. Demak, yana sizlar yana bir qatim ashunda tirildirilib hisob kitob qilinsizlar. Inna kunna fa'ilin. Men bir ta'kidlashin. Biz chuqum buni va'da qilsak, va'damizni amalga oshirdiganlardan emas. Fahdaru ma hazzarakumulloh. Shunga sizlar Alloh taolo sizlarni ogohlantirgan narsadan ogoh bo'linglar, diqqat qilinglar. Vantafi'u bimawa'idi. Alloh taoloning va'z nasihatlaridan foydalaninglar. Va atasimu bihabli. Arqiniga yepishib eslanglar. Asamanallohu va iyyakum bitaatihi. Alloh taolo bizni va sizlarni taatiga muyassar qilish orqali bizni gunohlardan saqlasin, saqlag'ay. Va razaqanallohu va iyyakum adaa haqqi. Alloh bizni va sizlarni Alloh taolaning haqqini to'liq ado qilishga muyassar qilsin demakchi. Asama degan saqlag'ay. Ma'sum deymiz-ku? Ulardan saqlangan. Asamanallohu va iyyakum bitaatihi va razaqana va iyyakum adaa haqqihi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.